Assalomu alaykum Sangoy aka, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Siz tabriklaymiz. O'zbegim o'g'lingni shoni kuylasam, yurak so'zim meni qalbim qo'ridan. Ahli insoniyat o'rgansa arzir, mehr muruvvatni o'zbek o'g'lidan. Yurt shoniga shuhrat qo'shay deb aka, sochim o'ylab bizga qirovlar tushdi. İnsani komil deb o'zbegim o'g'li, dunyo ahli sizga nazari tushdi. Osiyo, Avropa beklari sizni, Osiyo, Avropa beklari sizni o'zbegim farzandi derlar Salimboy. Alloh rizo bo'lsin deb ehsonlar qilsangiz, chindan ham Xotamtoy deydilar bu boy. Birlashgan Arablar amirligida bo'lsa ham shayxlari naq tillakoni, va lekin alarda yo'qdi o'zbegim Salimboy o'g'lingda shuhratu shoni. Allohning bir miskin qulimman o'zim, Allohning bir miskin qulimman o'zim. Hazrat Navoiyni ko'rdim tushimda, el suygan farzandni e'zozla deya qalam tutkazdilar Hazrat tushimda. Qaniydi ul qalam bo'lsa o'ngimda, yerdan samogacha g'azal bitardim. Bir misra shirin so'zimni yulduzlar sha'niga hadya etardim. Qo'lingiz ochiqdir xayri ehsonga, oq uydan noni tuz totganlar kammi? Salim boyday o'g'il ber deb Allohdan kunutun so'ragan sanamlar kammi? O'zbegim o'g'lingni shonin kuylasam, yurak so'zim meni qalbim qo'ridan. Ahli insoniyat o'rgansa arzir, mehr muruvvatni o'zbek o'g'lidan. Salimboyga sog' bo'ling, Alloh umr bersin. Iloyim Alloh umr bersa 250-300 yoshlik